Öz qo'lim bilan sizga bir lag'ma aytib beray degan gapni deyish uchun öz qo'lim bilan degan mushu so'zni deyalishimiz kerak do'stlar. Undaqda mushuni bog'lab turib biz öz qo'lim bilan, öz quloqim bilan, öz ko'zim bilan, öz degandek ma'noni bildiradigan chin degan so'z bilan tanishib chiqaylik. Chin degan bu so'z fe'l bo'lib qolsa, ya'ni sharkat bildirgan vaqtida suyish degan ma'noni bildirdi. Masalan, ta chingla zijida bao deymiz. U o'zining bolasini so'ydi degan gap. Shunami? Endi ma öz qo'li bilan degan vaqtimizda chin shou degan deb ifodalaymiz. Öz eg'iz bilan desa chin kou deb ifodalaymiz. Öz quloqi bilan desa chin ar deb ifodalaymiz. Öz beshidan kechirgan demoqchi bo'lsak chin shen deb ifodalaymiz. O'zi desak chinsi deb ifodalaymiz. Öz qo'li bilan shu chinsi qilib berdi, imzo qo'yib berdi, öz qo'li bilan yozgan demoqchi bo'lsak chinbi deymiz. Hammasi turmushimizda cho'qimki ishlatib qoldigan gaplar hamda bu jumlada ravish bo'lib shu ish harakatining rasmiy öz qo'li bilan qilganligi va yoki shu ishlarning rostganligi, chinkanligini kuchaytirib berish roli bor. Masalan, boya degandek, men bugun sizga öz qo'lim bilan lag'ma aytib beray desak, 我今天亲手给你做个拉面，是吧？我今天亲手给你做个拉面ha. Ya'ni 亲手degan so'zni olmay berdi. 我今天给你做拉面deb qolsak, men bugun sizga lag'ma aytib beray degan gap bo'ldi. Ham 亲手 degan ravishni oldiga qo'shib qo'ysak-chu, o'z qo'li bilan aytib berdiganligi hamda shu ishni taxim ta'kidlayotganligini bildirdi. 我今天亲手给你做个拉面. Undan so'ng u o'z og'zi bilan Chinhuada shuga o'tganligini aytdi desak, ta Chinkou 告诉我, 是吧? Ta Chinkou 告诉我, u o'z og'zi bilan mana shuni aytdi. Ta 考上清华大学了, u Chinhua universitetiga o'tibdi. Yana masalan, Chinbi dedik, ya'ni o'z qo'li bilan qalam tavirtib imzo qo'yib bergan degandek yerlarga Chinbini ishlatamiz. Masalan, 老师亲笔给我写了评语. 老师亲笔给我写了评语. Ma'lum o'z qo'li bilan mana baho so'zi yozib berdi. Yana masalan, 亲生 desak o'z beshidan kechirgan, o'z beshida o'tgan degan bildirdi. 那位老人亲身经历了很多事情. 那位老人亲身经历了很多事情. U yashagan kishi o'z beshidan nurg'un ishlarni kechirdi degan bildirdi. Unda hozir qaysi qoldi do'stlar? Chin ar, chin yan deganga masalan, 我只相信亲耳听到的. 是吧? 我只相信亲耳听到的. Men faqat o'z quloqim bilan anglag'anim qilam, ishonaman. Yoki 我只相信亲眼看到的. 我只相信亲眼看到的. Men faqat o'z ko'zim bilan ko'rgangilam, ishonaman. Ondan sonra mushu so'zlarni ishlatib, pinglonchida jumlalarni tuzib avatib beqinglar do'stlar. Anda ma ig'iz til kuchaytirish darsimiz qatnashmoqchi bo'lgan do'stlar, ya'ni bildigan so'zliklar biror mangdan ochsa, anandiki qatnasha olasizlar. Yana birsiga kech tarafda chuqum aktiv holatda 1 soat vaqtni mushu paranglashga chiqara oladigan bo'lsanglar, anda qatnasanglar bo'ldi. Darsga chuqum aktivlik bilan to'xtamay gap qilganda anandan keyin unumga erishgan bo'ladi. Bosh paytda unidorni